Oylik test. Hemen oldida kitob daftar bormi? Hemen varrasi ustida kitob daftar bo'lsin. Maqsad shu. Bolajonlarim, bugun sizlar bilan bo'lishga doir misollarni yechamiz. Onajonlarimiz, buvijonlarimiz bizlarga biron bir narsalarni buvijonlarimiz, demak sizlar uchun ataylab osimlar bo'lib bergan shirinliklarni juda ham yaxshi, barakalla. Demak, bog'cha opalarimiz, bog'chaga borgan vaqtlaringizda bir nimalarni juda ham yaxshi, barakalla. Maktabdagi ustozlaringiz sizga taqsimlab berganmi? Kimni maktabda ustoz taqsimlab bergan? Juda ham yaxshi. Bugun darsimizda maktabda, oilada, maktabingizda o'rganayotgan demak, mavzumiz bo'lishga doir misol va masalalar yechish. Mavzumiz sizga juda ham qiziqarli bo'ladi. Chunki siz ham kelajakda ukalaringizga, singillaringizga yoki eng yaqin o'rtoqlaringizga biron bir yeguliklarni yoki shirinliklarni bo'lib berishingiz mumkin. 2 3 4. Demak, bolajonlarim, qo'limda nechta shirinlik bor ekan? 4 ta shirinlik bor ekan. Agar men bersam, aytingchi, nechta o'quvchimga aytingchi? Qo'l ko'tarib kim javob beryapti? Qani Mubinaxon? O'rnimizdan turib javob. 4 ta o'quvchiga berishimiz mumkin. Menga bersangiz, akamga bo'lib. Juda ham yaxshi. Men yetkiza olamanmi? Yo'q, yetkiza olmayman. Bir o'quvchim xursand bo'ladi. Yana bir o'quvchim esa xafa bo'lib qolishi mumkin. Agar ikkita o'quvchimga bermoqchi bo'lsam, ularning qo'liga nechtadan tegishi mumkin? Ikkitadan tegishi mumkin. O'rta barmog'ingiz bor, bir qo'lingizda 5 ta, ikkinchi qo'lingizda ham 5 ta barmog'ingiz bor. Juda ham yaxshi. Bolajonlar, demak, ko'zimizni oldiga biz keltiradigan narsalarni birin-ketin aytaman. Bolajonlar, shunday bir narsalar borki, siz o'zaro teng taqsimlab bo'lib bersangiz, ana shunda o'zaro mehr, oqibat, do'stlik rishtalari bog'lanadi. Tasavvur qilasizmi? Siz birgalikda hamjihat bo'lib bo'lishib yesangiz, o'rtalaringizda o'zaro do'stingiz yoki dugonangizga nisbatan sizda mehr paydo bo'ladi. Keyin men bilan birgalikda qiziqarli savol-javoblar va darsga endi jamiki e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman. Demak, bolajonlarim, darsga tayyorsiz. Xudoga shukr, hammalaringizning kayfiyatlaringiz yaxshi, o'tirishlaringiz undan ham yaxshi. Demak, doskamizda sanab o'tamiz. Demak, men qanday shaklni chizibman? To'rtburchak shaklini chizibman. Qarangchi, to'rtburchaklar nechta ekan soni? 6 ekan. Bolajonlarim, to'rtburchak shaklida nima bo'lishi mumkin? Keling, tasavvurni uyg'otamiz. To'g'ri, to'rtburchak shaklida nimalarni bilasiz? Qo'l ko'tarib, o'rnimizdan turib, bemalol hamma o'z fikrini aytishi mumkin. Sherbek, marhamat. To'rtburchakda 4 ta tomoni bor. To'rtburchakda 4 ta tomoni bor. To'rtburchak shaklida nimani bilasiz? Doska. Mubinaxon. Alfabet. Alfabet bo'lishi mumkin yana. Eshik bo'lishi mumkin. Bemalol qo'rqmasa hamma fikrini aytsin, marhamat. Kara bo'lishi mumkin. Kara jadval yozilgan jadval bo'lishi mumkin. Yaxshi. Sherbekjonim. Alaykum. Yana Kitob bo'lishi mumkin. Kitob. Ayting. Parta bo'lishi mumkin. Kitob bo'lishi mumkin. Kitob bo'lishi mumkin. Kubik. Yaxshi. Bolajonlar, nechta o'quvchi onalar qani? 6 ta. Qani, qo'l ko'targan bolami kamroq ko'ryapman-ku orangizda. Yaxshi, marhamat javob bering. Bu to'rtburchaklar 6 ta, ama 2 kishiga bo'lsa ham 3 tadan tegadi. Agar bittadan bersa 6 ta tegadi. Yaxshi. Agar ikkitadan bersak-chi? 2 tadan bersa
desak 3 bolaga tegishi mumkin. Yaxshi. Bolajonlarim, misol va masalalar yechishga tayyormisiz? Juda ham daftarlarni ochamiz. Bugungi sanani chiroyli qilib yozamiz. Ana kitob daftarlarni olamiz. Ana qani boshlaylik. Yaxshi. Barakalla. O'z ustingda ishlashing juda ham yaxshi. Hech kim yordam bermadimi? O'zing ishladingmi? Hurmatli o'quvchilarim, juda ham yaxshi. Men uyga vazifani tayyorlab kelgan o'quvchilardan juda ham xursand bo'ldim. Chin ma'noda. Chunki ustoz aytganini qilib, bergan topshiriqlarni o'z vaqtida bajargan o'quvchi mening eng yaqin do'stim, mening o'rtog'im. Xars tekshiraman. Aferin qizim. Juda ham yaxshi. Ota-onangga rahmat. Bolajonim, topshiriqlarni o'zing yechdingmi? Harakat qilding, ha? Juda ham yaxshi. Mavzu qiyinlik qilmadimi? Yaxshi. Tushunishlaring oson bo'ldimi? Barakalla. Qani endi darsimizni davom etkisak bo'ladi. Yaxshi. Ana endi bolajonlarim, bizning o'quv markazimizda salkam 1 yil bo'lishiga qaramasdan juda ham natijalari juda ham yaxshi. O'zini respublikada, qo'shni davlatlarda o'zini eng yaxshi yuksak natijalarni ko'rsatgan o'zbek o'g'lonlari, o'zbegimning eng lobar qizlari bor. Ana shu bir-biridan tirishqoq, ilmga chanqoq o'quvchilarimizni hozir biz tanishtirib o'tamiz. Demak, men hurmatli o'quvchilarim, sizni nima sababdan bu o'quvchi bilan tanishtirmoqchiman? Chunki uni har bir olayotgan bilimi, o'rganayotgan topshiriqlar ustida o'z ustida ishlashi tahsinga loyiq. Bunda avvalambor ota-onani, ustozni o'rni juda ham beqiyosdir. Men sizlarni hozir o'quv markazimizni yulduzi deb tanishtirsam ham bo'ladi. Marhamat, Baxtiyorov Mehrojbek, Xo'jayorov Davlatbek o'quvchilarim yonimga kelsin. Tanish emaski, guruhimizda chempionlarimiz ko'p. Chempionlarimiz safi kundan kun sari oshmoqda. O'zbekistonimiz miqyosida, qo'shni davlatlar miqyosida Allohga shukr, chempionlarimiz birin-ketin ko'payib bormoqda. Maqtansa maqtagurlik, faxriy yorliqlarimiz, maqtov yorliqlarimiz, medallarimiz soni son-sanoqsizdir. Inshaalloh bardavom bo'lsin. Bolajonlarim, yaqindagina bo'lib mana 2025-yil 5-6 aprel sanalarida zamonda o'quvchi yoshlar o'rtasida matematika fanidan olimpiada tashkil etildi. Bu olimpiadada o'quvchilarim o'zining eng yuqori natijalarga erishdi. Shu o'quvchilarim orasida Baxtiyorov Mehrojbek ham bor edi. U o'zining eng kuchli bilim salohiyati va o'rgangan jamiki bilimlarini ishga tushirib, eng yaxshi natijalar ko'rsatib, mana qarang, butun jahon olimpiadasi uchun
voucher va faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. Demak, Baxtiyorov Mehrojbekni mana shunday natijalarga erishishda avvalo uning ota-onasi va buvijonisi Ra'no opaning xizmatlari juda ham katta. Mehrojbek, darslarni asosan kim bilan tayyorlaysiz? Onangiz bilan va o'zingizni eng mehribon buvijoningiz bilan tayyorlaysiz. Juda ham yaxshi. Bolajonimni ko'ksini to'ldirib turgan mana bir-biridan chiroyli eng yuqori Mehrojbek har bir olimpiadada tirishqoqlik bilan harakatga tushadi. Gohida hayajonlanib, o'z ustida ishlab, avvalambor tumaniga, qishloqdoshlari oldida va butun O'zbekiston Respublikasida eng yuqori natijalarni ko'rsatishni maqsad qilib harakatga tushadi. Baxtiyorov Mehrojbek Dubayda o'tkaziladigan buyuk matematiklar olimpiadasiga tayyorgarlik ko'ryapti. Demak, siz ko'rib turgan jamiki medallar, faxriy yorliqlar hammasi Baxtiyorov Mehrojbekniki. Baxtiyorov Mehrojbek o'z ustida ishlab, jamiki bilimlarni o'rganib, eng kelajakda buyuk inson bo'lmoqchi. Mehrojbek, kelajakda kim bo'lmoqchisiz, o'g'lim? Demak, ichki ishlarda ishlaydigan xodim bo'lmoqchi. Medallar soni hozircha 9 taga yetdi. Bir-biridan chiroyli medallar ko'ksini to'ldirib turibdi. Bu yutuq bizning jamoamizniki, sinfimizniki. Jamiki o'quvchilar bir ovozdan Mehrojbekni olqishlar bilan tabriklaymiz.